eridan erta ajrab beva bo'lib 3-4 ta bolasi uchun jonini fido qilib turgan opa singillarimizga bolasini o'zim boqaman deb yugurib yelib o'zini qiynayotgan opa singillarimizga Rasulimiz alayhisalomda bir xush xabarini aytib qo'ymoqchiman. Payg'ambarimiz alayhisalom bir hadis aytibdilar. Ikki beti so'lg'in, ya'ni ikki beti osilib mayus bo'lib turgan bir ayol jannatda menga qo'shni bo'ladi debdilar. Shunda sahoba-i kiromlar ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki beti so'lg'in ayol kim dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam eridan erta beva qolib qolgan umrini mana shu bolamga deb bola chaqasini boqishga sarflab o'sha bolalari uchun beti so'lg'in bo'lgan bir mushtipar ayoldir dedilar. Subhanalloh. O'kinmang onaxon, o'kinmang singil, o'kinmang opajon. Agar siz erta shunday holatga tushgan bo'lsangiz, bolalaringiz uchun o'zingizni fido qilib turgan bo'lsangiz, sizga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qo'shniligi muborak.